Salomlik hammaga. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlarga lifehack. Shunaqa joyimiz chiqib qoldi, yuzda yurgan joyimiz. Bitta montaj qilib bo'lmasdi. Yetishda iloji yo'q, eski joy. Shuning uchun biz Plasteron firmasidan mana shunaqa narsa olganmiz, perxallik, hozirgi kunda rivojlangan. Xo'p, o'sha joy teshiladi. Mana shu narsani qotirib ko'rsatib beraman. Chiqiladi, mana joyi ezbara bo'ladi, u o'zini qotirib oladi mana shu holatda. Qo'shimchasiga gelmit qo'ysalar ham yanada ishonchli bo'ladi. Unga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.